Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bir zumda tayyor bo'ladigan mazali mini pitssalarni birgalikda tayyorlaymiz. Xamir qorish yo'q. Birinchi bo'lib tovuq go'shtini yaxshilab qo'rib olishdan ishni boshlaymiz. Tovuq go'shtini rangi o'zgargach, ustiga piyoz, tuz, ziravorlar, pomidor bolgarskiyni solib qovurishda davom etamiz. Tovuq go'shtimiz yana ham shirali, mazali bo'lishi uchun xuddi shunaqa gamburger pishloqlaridan qo'shib yuboramiz. Zaytunni ham qo'shib, olovni o'chiramiz. Tovuq go'shtimiz pishdi. Mini pizzalarimiz yana ham mazali bo'lishi uchun kalliqdan mazali villi krem chizlardan foydalanamiz. Krem chizdan ajratib olib, ustiga 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aytganimdek, bu mazali pizzaga xamir qorib o'tirmaymiz. Tayyor do'kondan gamburger nonlarini olib kelib, ikkiga bo'lamiz. Sarimsoqli massani surib, ustiga tovuq go'shtini joylab olamiz. Pishloqsiz pizza bo'lmaganidek, bizga ham kalliqdan mazali margarita pizza pishloqlari kerak bo'ladi. Bu qirg'ichdan chiqarilgan bo'lib, ayni muddao barakali hamda eng tez eruvchan pishloqlardan hisoblanadi. Ustiga pishloqni terib, jo'xoridan qo'yamiz va qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Nonlari qisirlab turadigan, ustidagi pishloqlari bo'lsa cho'zilib og'zingizda eriydigan bu kichkinagina mini pizzani albatta tayyorlab ko'ring. Uyda halol, ishonchli tayyorlab ko'rganingizga nima yetsin? Yoqimli ishtaha.